Xo'p, assalomu alaykum. Doimgidek biz uchun bebaho bo'lgan aziz kanalimiz obunachilari va kanalimiz aziz mehmonlari, bugungi go'zal kun hammamizga ham yana bir bora muborak bo'lsin. Hormanglar, endi biz hozir tadbirkorlarimizni ish faoliyati bilan tanishamiz. Bu yerda 6 yildan beri yakkaspavnik qiladi, chiroyli ishlarni jahon bozoriga olib keladi va Abdusamad bilan jonli suhbatimizni amalga oshiramiz va hozirgi kunda bu yerda ushbu spavniklar, ya'ni yakkaspavniklarini narxiga qiziqamiz, materiallarga, macharkalarga va ularga kuch-quvvatlarni ham tilab qolamiz. Bizni tadbirkorimiz tayyorgarlik ko'ryapti va jonli suhbatimizni amalga oshiramiz. Biz esa tasvirchim Shuhratbek Yunus bilan Abdusamad tomon boramiz va hozir suhbatlashamiz. Bizdan yiroqqa ketmang va bizni kuzatishda davom eting va kanalimizga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Har biringiz biz uchun doimo qadrli bo'lib kelgansiz. Assalomu alaykum. Abdusamad, qalaysiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Tuzumsiz? Ro'zalar tutyapsizmi? Bir-birdan chiroyli ishlaringiz. Endi keling, jahon bozoriga keldik. Xudo xohlasa bugun kuniga yakshanba. Oz fursatlar qoldi. Ulug' Hayit bayramiga ham xudo xohlasa. Hozirgi paytda Abdusamad, adashmasam 6 yildan beri ish faoliyatingizni olib boryapsiz. Jahon bozoriga ishlarni tayyorlab olib chiqasizda. Endi keling, bu chiroyli ishlarda bir donasini ish bo'lib, bu yerda macharkalari qanaqa, shu haqida siz bilan suhbatimizni amalga oshiramiz. Bu yurtdoshlarimiz uchun juda ham qiziq bo'ladi. Aka, bu miyaki posonimiz, ya'ni panda poson deyiladi aka. Enlarimiz 90 ga foydalanilgan joyi 2 metr, lekin tushish razmeri 90 ga 240 joyga tushaveradi. Shuni hisobiga yozilgan holatida ham 1 ham bo'ladi. Ustlari ham 100% mo'shi material, yo'q, juda ham chiroyli. Asli ham bo'laveradigan ekan. Endi hozir Abdusamad, buni macharkalari qancha endi qalinligi? Macharkalarimiz aka 6 sm, ichki tomonlari ham mana hozir ochib ko'rsatamiz aka. Keling, bir qator ko'rsatib qo'yamiz sondalarni ham. Bir qator tortingchi. Xo'p. Birinchi o'ringa o'zingiz kiyibingiz qo'yib qo'yishdi. Har bir insonga mana Abdusamad qishki kiyimlar, misol qizlarning seplarni ham chiroyli qilib joylab qo'ysa bo'ladigan katta ekan. Endi haligi nima deydi, Tohir sonda o'qib kelganida o'shaning singari katta-katta ekan. Kiyim qo'yadigan joylari, osha-moshlari mana hammasi juda ham zo'r. Hozir buni materiali endi nima? Laminat, rossiyskiy laminat, juda ham zo'r. Endi Abdusamad, mana 6 yildan beri shu ish bilan shug'ullanyapsiz-da. Hozir endi qancha yil xizmat qilar ekan? Qiziq-da bu. Menga qiziq. Aka, xudo xolasa, Alloh umr bersa, indamasdan 10 yil xizmatini qiladi. chiroyli tutsa 10 yil xizmat qiladi, xudo xolasa. O'zimizdan olib ketganlar yana kelib olib ketishyapti. Shuning uchun Hozir Abdusamad bu yerda necha xil rasvetkasi bor endi? Hozir shu yerda o'zida. Bu yertimizda 3 xil svetimiz bor. Rasvetkasi bor. Hozir adashmasam, menga eng yoqqani, keling Abdusamad, bu qaymarang ham juda ham chiroyli chiqdi. Maloshni endi qaymara endi. Lekin juda ham chiroyli chiqqan. Hozir buni bir donasi qancha endi? Buni bir donasi 1 million 400 ming so'm aka. 1 million 400 mingdan sotilyapti. Agar jupi bo'lsa 2 million 800 mingga xudo xohlasa qilib beramiz aka, chiroyli. sotiladi. Endi hozir keling, sizda dastavkalari qanaqa bo'lyapti Abdusamad? Aka, Andijon shahar bo'ylab dastavkalarimiz bor. Shahar bo'ylab, lekin dastavkalar bor. Agar chetroqqa bo'lsa, kelishilgan holatda, ya'ni 2 oylar kelishishda yetkazib beriladi. Xudo xolasa chiroyli qilib olib borib narx beramiz. Juda ham zo'r. Hozir keling, bu tomonga ham o'tamizda. Qaysi tomonda yana ishlaringiz bor edi? Buni yurtdoshlarimizga keling bir qator ko'rsatib o'tamiz. Men har safar aytaman, tadbirkorlarimizni ish faoliyati bilan tanishganimizda va ularga birinchi o'rinda, har bir insonga o'zi sog'lik birinchi o'rinda kerak va ishlariga rivoj va bizni kuzatishda davom eting aziz obunachilar va kanalimiz mehmonlari, har bir insonlar doimo biz uchun qadrli bo'lib kelgan. Bu yerda mana qadrdonim bor. Avazbek ham ro'zalarni tutyapti, kam bo'lmasinlar. Avazbek, hormang deb qolamiz sizga ham. Ro'zalar charchab tutyapsizmi? Endi Abdusamad yoniga keldik, mana ish faoliyati bilan tanishyapmiz. Endi bularda donasi nechi pul, materiali qanaqa endi Abdusamad? Aka, bularimiz ham endi xudo xolasa, bu bolishli variantlarimiz aka. Bular macharkalarimiz 7, bolishlarimiz ham 5 li macharka. Bo'yi qanaqa endi buni Abdusamad? Bunimiz aka 90 ga 210 joyga tushadi aka. Mana paypaqlarning bor hisobiga 210 joyga tushadi. Juda ham chiroyli ekan buni. Hozir buni ham anaqalari bormi? Bor aka. Sondalarni ham ko'rsatib qo'ysak, yurtdoshlarimizga. Voh, juda ham zo'r ekan, ha? Misol deylik, ancha-muncha narsani joylab qo'ysa ham Abdusamad bemalol bo'lar ekan. Bemalol, lekin juda ham zo'r. Hozir adashmasam, bu yerda ham 3 xil rasvetkasi bor. Lekin Avazbek
Sizga qaysi rasvedkasi yoqadi? Hammasi go'zal. Yo'q, endi yoqtirgan rasvedkangiz. Mebelisi yo'qadi. O'zi ko'proq hammaga mebelnisi yoqadi. Juda ham zo'r to'g'ri aytasiz. Har bir xonadonga kirsangiz, ko'zni quvontiradi, ko'zni qamashtiradi, baribir mebel svet, baribir o'zgacha bo'lakcha. Juda ham zo'r. Endi bu ishlaringizni bir donasini ish bo'ladi yoki jupigami, qanaqa bo'ladi endi? Bunimiz 1.600.000 so'mdan qilib beramiz donasini. Pul ham shohona ekanda, bir donasi 1.600.000 so'm. 1.300.000 1.300.000 so'm. Agar jup bo'ladigan bo'lsa 2.600.000 so'm. Endi shahar ichi o'zingiz aytganingizdek dastavkasi bor. Agar chetroqqa bo'lsa, o'sha aytgandek kelishilgan holatda yetkazib beriladi. Endi buni macharkasi nechilik endi buni? Buniki aka, macharkamiz 7 lik buniki. 7 lik. Bu qalinroq ekanda, 7 lik ekanda. Bu materialchi endi bu? Endi material aka, xudo xolasa yuvib, artib ishlataveradigan. Juda ham zo'r. Kraskalargacha sepib qo'yganmiz. Biz Jahon bozoriga kelganimizda har bitta tadbirkor bilan suhbatlashaman. Mana qadrdonim, ham oshnam, ham ukam Avazbek. Mana hozirgi paytda har bir tadbirkorimiz ko'proq Jahon bozoriga ishlarni tayyorlab olib keladi-da. Puliga qarashmaydi, kam bo'lmasa, lekin ko'proq sifatiga e'tibor beryapsizlar. Kam bo'lmanglar, chunki yurtdoshlarimiz keladi, mana YouTube kanali orqali ko'rganda yoki telefon qilishadi va so'rashadi. Aytishyaptiki, bizga bo'ladigan narxini aytsin tadbirkorlar, deyapti. Biz bo'ladigan narxlarni aytib o'tyapmiz-da hozir. Endi keling, yana suhbatimizni davom etaveramiz. Doimiy ish faoliyatidagi Abdusamad telefon raqamlaringizni aytib o'ting. Doimiy ish faoliyatidagi 94lik 437 82 72. Xo'p, bu birinchisi. Birinchisi, yana bittasi bor 95lik 037 82 72. Juda ham zo'r. Telefon raqamlarini aytib o'tdi. Aziz kanalimiz obunachilari, vatandoshlarimiz, shu Abdusamadga shunaqa ham telefon qilinglar. Iloji bo'lsa, sahallikada telefon qilaveringlar. Mana shu bolaga telefon qilib, shu yakka spalnisini so'ranglar, qaysi rasvetkasi yoqqan bo'lsa, shuni so'ranglar. Dastavkangiz qanaqa uka yo aka deb so'ranglar. Bezor qilib iltimos, hayitga davr shu bolani. Hop, endi qayerda yana ishimiz bor edi Abdusamad? Endi bu yoqqa aylanib o'tamiz. Qani ketdik, yuring. Abdusamad, biz o'tishda davom etyapmiz va ko'rsatamiz. Bu yerda hozircha barcha tadbirkorlarimiz bor. Mana bu yerda onajonimiz ham bor. Endi bu tomonga o'tamiz. Xo'p. Qani o'tdik. Bu yerda yana Abdusamadning chiroyli ishlari bor. Endi qaysi biri edi endi Abdusamad? Xo'p, keling endi. Endi buni materiali bir chekkadan boshlayveramiz. Endi ma'lumot beringlar endi. High-tech posonimizda yangilik posonlar aka. Bular ha? High-tech poson, ha. 3 xil rasvetkasi bor bunimiz ham aka. Bularimizni bonus qilib tumbalargacha qilib chiqqanmiz aka. Bittadan tumba qo'shib beriladi. Kimki, xo'p, kanalimiz obunachilari, kanalimiz aziz mehmonlari bitta yakka spanli xarid qilsangiz, hozir ro'za Ramazonga aksiya emas. Bu yerda bitta tumba qo'shib beryapti ekan. Juda ham xursand bo'lyapmiz. Bemalol o'tib olinglar. Jahon bozoridamiz, yonimizda odamlar, aka-ukalarimiz hammasi kelyapti, ko'ryapti. Kimdir hayitga, yaqinlarga sovg'a tariqasida olib ketyapti, balki kimdir ota-onasiga olyapti. Ko'z tegmasin va barakot deb qolamiz ularning ishiga ham, kasb-koriga ham. Xo'p, endi buni materiali qanaqa endi buni? Bularimiz aka, endi kraskalar ham toza, avtokraskalar sepilgan, ustlariga ham aka 2 ga 1 toza turyochkilar sepilganmiz. Macharka endi bu. Bularimiz aka 8 macharkasi. Aytdingiz, qalinroqqa ham o'xshayapti dedim Abdusamad hozir. Ichlari ham laminat aka. Bularimizni batchoy qismlari ham juda kattaroq. O'zi ko'rinib turibdi, sal kattaroq ekan. Shunga hisobga chuqurroq, hali ko'proq narsa sig'adi deyilgan. Bu endi adashmasam yopishtirilgan. Ular yopishtirilgan. O'qlarni otib, ko'chirib aniq sug'urilib bo'lmaydi aka. Hozir buni bir donasi endi qancha bo'lyapti Abdusamad? Onalar o'tyapti, xo'plar. Aka, xudosa donasini tumbalari bilan 1.600.000 so'mdan qilib beramiz. Hozir bittasini xarid qiladi, 1.600.000 ga bitta tumba qo'shib berasiz. Shuni ichida tumbasini qo'shib berasiz. Juda ham zo'r. Agar jup oladigan bo'lsa 3.200.000 so'mga borar ekanda, jup olsa endi tumbasi qanaqa bo'ladi endi? Bitta bo'ladi. Ha, ikkita tumba qo'shiladi. Juda ham zo'r. Hozir bittasini men olib ketaveraman ekan, bo'lmasa, xudo xolasa. Juda ham zo'r. Endi hozir Abdusamad o'zingizga qaysi rasvetkasi yoqqan bo'lardi ko'proq? O'zingizga keling, siz har doim faraz qiling, o'zingiz tadbirkor emas. Endi bizga aka hammasi ham yoqaveradi. O'zingizga yoqqan rangingiz bo'ladi. Endi aka
odamda baribir qilib bo'lganda oq sveti ko'proq hadavo svet bo'ladi baribir. Qayma rangi. Chunki o'zlari niqamizda ham kelib chiqqanimizda ham ko'proq shu qayma rangdan qilishadi. Zakaz berishadi. Eng hadavo svetimizni. Juda ham zo'r. Keling, hozir endi Abdusamad suhbatimizni davom etgan holda yana bitta kameramizga qarab telefon raqamlarini qaytarib oling. 94lik kanalimiz obunachilari 437 82 72, yana bittamiz 95 037 82 72. Juda ham zo'r. Azizlar, mana telefon raqamlarini aytib o'tdi. Doimiy ish faoliyatida bemalol qo'ng'iroq qilasiz. Qaysi yakka spalnilar xudo xohlasa yoqqan bo'lsa, yoqqan bo'lsa bemalol qo'ng'iroq qiling. O'sha Abdusamadda bozordamiz. Hozir yonimizdan odamlar o'tyapti. Qo'ng'iroq qiling. Qaysi bir yoqqan bo'lsa, shunaqa ham qo'ng'iroq qiling. Shu bolani to saharlikka davr bezovta qilib yuboring. Telefonlari ish faoliyatida xudo xohlasa, xohlagan paytingizda qo'ng'iroq qiling. Qaysi rasvetkasi yoqqan bo'lsa, Abdusamad, sen bizga va'da berding, biz YouTube kanal orqali ko'rdik. Sendan bitta yakka spalni xarid qilyapman, bitta tumbasini tezda menga olib kelib ber, dastavkasini kelishaman degan holatda qo'ng'iroq qilsangiz ham bo'ladi. Tepada ham bizning telefon raqamlarimiz bor. Faqatgina reklama xizmatlari uchun 50 kodi bilan 717 82 21 raqamiga bemalol qo'ng'iroq qilasiz. O'sha siz bilgan kamtarin boshlovchingiz Nodirbek, meni tasvirchim Shuhratbek Yunusov hamda suhbatdoshim tadbirkorimiz Abdusamad bo'ldilar. Ko'rishamiz. O'zingizni ehtiyot qiling. Har biringiz yaqinlaringiz uchun qadrlisiz. Buni hech qachon unutmang. Ko'rishamiz. Salomat bo'ling.